Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugungi mehmonimiz O'zbekiston onkologiyasi rivojiga ulkan hissa qo'shgan, ko'p yillar davomida onkologiya xizmatiga rahbarlik qilgan va yurtimizning taniqli onkologi Tilashayxov Mirzog'olib Nigmatovich studiyamizga xush kelibsiz. Taklifingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Chunki eng dolzarb masala mamlakatimizda birinchi navbatda bu tibbiyot sohasi. Men aytishim kerakki, har doim gapiraman. Hozirgi tibbiyotni 10 yil oldingi tibbiyot bilan umuman solishtirib bo'lmaydi. Yer bilan osmon bilan Farqi bor. Farqi shunaqa. Chunki davlatimiz rahbari, prezident bo'lgandan beri birinchi navbatda tibbiyotga ahamiyat berdilar. Tibbiyot sohalarida esa birinchi navbatda onkologiya. Nimaga? Chunki onkologiya tibbiyotda eng og'ir soha. Eng ko'p bemorlar nobud bo'ladi. Eng og'ir xastalik. Qanday kasallik bo'lsa ham ish qilib onkologiya bo'lmasin deb Xudodan so'rashadi insonlar. Chunki juda og'ir xastalik. Bitta bizning mamlakatda emas, butun dunyoda shunaqa og'ir xastalik. Men aytishim kerakki, mana shu oxirgi yillar emas, mana shu 10 yil ichida 5 ta prezident qarori chiqdi onkologiya sohasiga. 3 ta vazirlar mahkamasi qarori. Birinchi prezident qarori 4-aprel 17-yilda chiqqan 2866 sonli prezident qarori. Bu juda ham katta turtqich bo'ldi. Men esimda bor. O'shanda mamlakatimizda odamlar liq to'la samolyotlar chet elga ketishardi. Chunki respublikada 35 million aholi yashaydi. 5 tagina nur bilan davolaydigan apparat bor edi butun respublikaga. 5 tagina. Hozir 51 ta bo'ldi 10 yil ichida. Buni hech kim gapirmaydi. Shunaqa, men hammasini bilmasdim. 5 tagina apparat bor edi nurga. Bemorlar 6 oy, 8 oy o'chir navbatga turish kerak bo'lardi. Chunki har apparat 20-30 minut ichida davolaydi bemorni. Hammasini ulgurmaydi. Davo olishga ulgurmasdan bemorlar nobud bo'lib ketardi. Dori ta'minoti men 16-yilda rahbar bo'lib tayinlanganman. Dori ta'minoti onkologik bemorlarga 8-10% edi. Bemorlar asosan sotib olardi aptekalardan. Bu yo'q bo'ldi. Hozir kimyo preparati, kimyo dorilar. Hozir o'sha prezident qarori qabul qilgandan keyin juda katta turtqich bo'ldi. Nimaga? Birinchi navbatda nur apparatlari bilan respublikani ta'minlash kerak edi. Shu 5 yil ichida 17-yildan 22-yilgacha bo'lsa, shu 5 yil ichida har bitta viloyatga nur apparati olindi. Hozir har bitta viloyatda nur terabal degan apparati bor. Undan tashqari brakiterapiya. U boshqa turi, undan tashqari 7 ta brakiya apparati olingan. Toshkentga 2 ta chiziqli tezlatgich olingan. Endi farqi nimada? Mana terabalt apparati это как лосицы. 2 ta chiziqli tezlatgich bu Mercedes. Soddaroq tushuntirganda. Bu ham o'sha nur bilan davolaydi. Farqi shunda. Lekin aytishim kerak, chiziqli tezlatgich bizning markazga va shahar onkologiyasiga xarid qilingandi. Bu robot. Aytavizku, operatsiyalarni hozir jarrohlik amaliyotlarini robotda qilishyapti deysiz-ku. Bu nur berish jarayonini roboti. Atigi 2 tagina edi. O'sha 2866 qaror bilan har bitta viloyatga nur apparatlari yetkazib tushirildi, ta'mirlandi va bemorlar o'zi turar joyda nur bilan davolanishga imkon bo'ldi. Dori darmonlar, men yana bir qaytaraman, 8-10% bor edi kimyoterapiya. 22-yilga kelib 90
2,95%gacha ta'mirlandi. Har yili 10 million dollar ajratiladigan bo'ldi. 16 yilda 1 million 200 ming ajratilardi. 10 barobar ko'p mablag' ajratildi. Va har yili 10% ko'payib, mana 24-yilda 14 million dollarlik kimyo terapiya xarid qilindi. Bu katta ko'rsatkich. Respublikaga yetarli darajada birinchi liniya deyiladi. Onkologik bemorlarni davolashda 4 ta liniya terapiya bo'ladi. Davolashning 4 ta liniyasi bo'ladi. Birinchi liniya 100% qamrab olindi. Shu bemorlarga. Endi birinchi liniyasi ta'sir qilmagandan keyin ikkinchi, uchinchi, to'rtinchiga o'tiladi. Ikkinchi liniya ham respublikamizda hozir yetarli darajada dorilar bor. Chunki mablag' har yili 10% dan ko'p ajratilyapti, shuning uchun dori bilan ta'minlash yaxshi. Keyin men yana aytishim kerakki, buni juda kam gapirishyapti-da. SMIlarda 5 yil oldin ham mikroskopik tashxis qo'yish uchun immunohistoximik deyiladi. Molekulyar tekshirishga bemorlar chet elga chiqib ketardi. Bizda tekshirish umuman yo'q edi. O'sha 16-17-yillarda. Umuman respublikada yo'q edi. Immunohistoximiya yo'q edi. Shu prezident qarori bilan bizni onkologiya markazi Toshkentda molekulyar genetik laboratoriya tashkil etildi. Davlat rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 3 million dollar ajratib berdilar. Faqat laboratoriya. Hozirgacha ishlayapti. Va har bitta viloyatda immunohistoximik tekshiruv jihozlar xarid qilinib o'rnatildi. Har bitta viloyatimizda immunohistoximik tekshiruv bor. Masalan, 18, 20, 22-yilgacha bemorlar chet elga borib tekshirishardi. Yo'q edi respublikada. Hozir respublikada har viloyatda bunday tekshiruvlar yo'lga qo'yilgan. Mana shu 22-yildan beri bosqichma-bosqich. O'shaning uchun bu birinchi qaror 17-yilda chiqqan prezident qarori juda ham katta rol o'ynadi. Undan tashqari tashkiliy onkologiyani tashkiliy ishlarini ham rejasiga qo'ydi. Masalan, har viloyatda filial bo'ldi. Oldin dispanser deyilardi. Ular filial. Respublika onkologiya filial bo'ldi. O'sha narsaga как раз bir tizimda ishlaydigan bo'ldi. 18-yilga kelib biza Yevropa onkologlar assotsiatsiyasi, Amerika ASCO degan Amerika onkologlar assotsiatsiyasi ularni tavsiyalari bo'yicha chet ellik mutaxassislarni taklif etganmiz. Hindistonlik bizning do'stimiz Pentharkar, Hind yetakchi olim, butun dunyo taniydigan olim, Koreyadan 3 ta maslahatchini taklif qildik va 18-yilda yagona tizim davolash diagnostikasi va davolash bo'yicha yagona standartlar ishlab chiqib, har yili yangilanib kelyapti. Va butun respublika bo'yicha bemorlarni qanday chet Yevropada va Amerikada davolansa, xuddi shunaqa davolanish yo'lga qo'yildi. Va har yili tizim bo'yicha tizim ishlab kelyapti va zamonaviy talablar bo'yicha davolanadi. Bu juda ham katta yutuq bo'ldi. Bundan tashqari men aytishim kerakki, shu 20-yilgacha 2-3 yil ichida prezident qarori bo'yicha mana bizda 15 ta filial bo'lsa, 15 ta filialdan 8 tasida rekonstruksiya, remont va rekonstruksiya ishlari bajarildi. Har bitta viloyatdagidan? Har bitta viloyatda o'sha 15 tadan 8 tasi. 3 ta yangi onkologiya markazining filiali yangi qurildi 3 tasi. Va bir qolganlarida kapital ta'mirlash ishlari olib borildi va eng katta yutug'i mana bilasizlar 21-yilda bizning markazga davlat rahbari tashrif buyurganlarida yangi onkologiya markazi qurilishi kerak deganlar. Va mana 25-yildan bir necha 2-3 yil ichida 2 yilda tushirildi. Dunyo miqyosida raqobatdosh bo'ladigan juda ham katta O'rta Osiyoda bunaqa klinika yo'q. Qurib ishga 25-yilda topshirildi. 650 o'rinli, undan tashqari 100 ta kunduzgi statsionarda bemorlarni davolaydi. O'rta Osiyoda bunaqa klinika yo'q, chunki bitta yangi qurilish emas. Unga 32 million dollarlik eng zamonaviy jihozlar, texnik jihozlar davolash va
tashxis qo'yish jihozlari ham o'rnatildi va juda ham katta yutuq bo'ldi. Onkologiya butun respublikamizda endi remont, rekonstruksiya bo'lib, yangi qurilib, endi hozir keyingi bosqichga o'tyapti. Undan tashqari men aytishim kerak, shu prezident qarori bilan bizda palliativ davolash yo'q edi. Palliativ og'ir kasallar. Ularni standartlar bo'yicha davolasang ham davolash juda ham qiyin, og'riq bo'ladi, qiynaladi. Bu bemor juda ham og'ir holat bu 4-bosqich deganimi? 4-bosqich. Umuman bunaqa bo'limlar yo'q edi. Shu 28-66 qaror, prezident qarori bilan har bitta viloyatda palliativ bo'lim ochildi. Butun respublika bo'yicha 200 ta haligacha ishlab kelyapti. 200 ta palliativ davolash koykalar ishga tushgan. Bundan tashqari qaror bo'yicha 4 ta o'shanda 17-yilda ko'zda tutilgan 4 ta hospis ham juda ham og'ir ahvoldagi onkologiya bemorlarni davolaydigan muassasa. Bu больницада bo'lish kerak emas, klinikada, chetda bo'lish kerak. 4 ta muassasa. Shundan 3 tasi 21-22-yilgacha ishga tushirildi. Bu Samarqandda, Xorazmda va Farg'onada hospislar hozirgacha eng katta tumanlarda ekan. 21-yilda bolalar uchun ham Taskin degan bolalar uchun Sergelida mana hospis ham ochildi. Ilgari hospis nimaligini vrachlar ham, shifokorlar ham bilishmas edi nimaligini. Tushuncha yo'q edi. Bu qaror bilan endi hozirgi keyingi etap har bitta viloyatda hospis bo'lish kerak. Men keyin yana bir narsa aytmoqchiman. Har bitta viloyatda mana nur terapiya ham davolash ta'minlandi. Dori-darmonlar ta'minlandi. Palliativ davolash bo'limlari ochildi. Immunohistokimiyalar tekshiruvlar, uni расходники zarur bo'lgan reaktivlarni ham hokimiyatlar olib beradi. Har bitta viloyatga 60 turdagi reaktivlar xarid qilinadi va bu yo'lga bu davlat tomonidan ta'minlanadi. Hammasi davlat tomonidan ta'minlanadi. Buni albatta aytish kerak. Va undan tashqari men aytishim kerak, o'sha 18-yildan boshlab mini invaziv davolash usullari kirib kela boshladi bizga. Laparoskopik jarrohlik rivojlandi. Bizning markazi va filiallarga eng dunyo miqyosida tan olingan Karl Storz kompaniyasini laparoskopik jarrohlik uskunasi har bitta viloyatga qo'yilgan. Bu ham asta-sekin, darrov bo'lmaydi, asta-sekin yo'lga qo'yildi. Shunday yutuqlarga erishdik desam bo'ladi mana shu 10 yil ichida. Endi bu endi men aytishim kerakki, darrov kasallanish kamaymaydi. Chunki butun mamlakatimizda hozir juda ham taraqqiy etyapti tibbiyot. Bu nima to'g'risida dalolat beradi? Taraqqiy etgan sari kasallik ham ko'p aniqlandi. Oldin tashxis qo'yishmas edi. Og'riyaptimi? Noto'g'ri tashxis bilan davolayverishardi. Hozir diagnostika, tashxisi yaxshilandimi? Onkologik kasallar ham ko'proq aniqlab tashxis qo'yib. O'shancha onkologik kasallanish ko'paygandan qo'rqish kerak emas. Bizda unaqa ko'p emas, men aytishim kerak. Chet ellarda juda ko'p. Nimaga? Chunki tibbiyot juda kuchli. Odamlar har yili o'zini borib tekshiruvdan o'tkazadi. Va onkologik kasallar o'shanda aniqlanadi. Boshlang'ich bosqichda. Bizda hali bu darajaga kelishga bir necha yil kerakdir. Mana 10 ta fuqaromiz o'tiribdi. O'shalardan so'rang, oxirgi marta qachon tekshiruvdan o'tgansan? Oxirgi 5 yilda bir marta ham o'tmagan. Chet elda studentlik davridan boshlab 1 yilda bir marta taraqqiy etgan mamlakatlarda albatta tekshiruvdan o'tishadi. Bizda tekshiruvdan o'tmaydi. Tekshiruvdan o'tgandan keyin boshlang'ich bosqichda aniqlanadi. Bizda shu hali juda ko'p propaganda qilish kerak. Televideniyada, mana internetlarda har yili tekshiruvdan o'tsa, o'sha nima demoqchiman, onkologik kasallanish ko'payadi. Bundan qo'rqish kerak emas. Masalan, bizda 100 ming aholiga respublika bo'yicha 74 ta onkologik kasallik uchraydi.
kammi ko'pmi? Juda kam respublika bo'yicha. Toshkentda 213 ta. Toshkentda 213 ta. A respublika bo'yicha 74 ta. Yaxshimi yomonmi? Bu yaxshi. Toshkent endi bilasiz, endi poytaxt. Aholi ko'p, zich. Jihozlar, tibbiy jihozlar ham juda ko'p. Keyin tekshiruvga ko'p kelishlar, o'shaning uchun bu более точные цифры, реально. To'g'ri raqamlari to'g'ri 213. Chet ellarni olsa o'zi, masalan, Rossiyada 268 ta, o'rtacha Rossiyada, Moskvada undan ham ko'p. Amerikada 300 tadan oshiq. 100 ming aholiga. Angliya, mana Germaniyalarni olsa o'zi, ularda kasallanish juda ham ko'p. Bu yomon ko'rsatkich emas. Ko'p bo'lsa, demak yaxshi aniqlanyapti. Men aytishim kerak, ularda 68, 70, 78, 80% gacha birinchi, ikkinchi bosqichda o'shancha aniqlanadi. Bizada hozir mana shu 23-24-yilda 54-56% atrofda birinchi, ikkinchi bosqich aniqlanadi. 44%, 42-44% uchinchi, to'rtinchi bosqichda aniqlanadi. Endi bu ko'rsatkichlarni yaxshilash uchun yana 1 yil, 2 yil emas, bir nechta 10 yillik kerak, 10-20 yilcha kerak. Shunaqa rivojlanish kelsa, xudo xolisa keyinchalik onkologik bemorlar nimaga boshlang'ich bosqichda aniqlikni deyapmiz? Men yana bir bor qaytaraman, o'sha 28-66 prezident qarori bilan respublikamizda skrining tekshiruvlari yo'lga qo'yildi. Birinchi navbatda xabaringlar bo'lsa kerak, ko'krak bezi saratoni. Buxoroda boshlandi. Davlat rahbari borganda faqat Buxoro filiali, Buxoro viloyatiga 15 ta mammograf olib berganlar. Esinglarda apparat. 15 ta faqat Buxoro viloyati. U yerda pilotni o'tkazdik-da 19-20-21-yillarda va o'sha Buxoro har bitta tumanda tekshiruv o'tkazganda mammografda 80% gacha bemorda birinchi, ikkinchi bosqichda aniqlandi. Ko'krak bezi saratoni. 80% skrining qilganda. Skrining qilganda. Bu pilotni bo'ldi. Keyin har bitta viloyatga mammograf xarid qilindi. Bu ham davlat rahbari ko'rsatmasi bilan hokimiyatlar tomonidan mammograflar o'rnatildi. Hozir har bitta viloyatimizda bitta, ikkitadan mammograf bor. Передвижной avtomobilga o'rnatilgan gruzovoy. Bir oy bitta tumanda, keyingi oy ikkinchi tumanda, keyingi oy uchinchi tumanga boradi. Shu ko'krak bezini aniqlaydi. Sog'mi, boshlang'ich bosqichdami va bizni markazda, onkologiya markazida 18-yildan boshlab, endi 22-yildan to'liq ishga tushdi. Reading markazi tashkil qilingan. Reading markazi bu har bitta viloyatda, har bitta tumandan mammografik raqamli syomkalar bizning markazga keladi. 2 martadan chetga bo'ladi. Chetkada ham rentgenni ko'riladi. Turgan joyda, turar joyda, tumanda, viloyatda. Keyin bizga kelganda bizning vrachlar kechasi 10, 11, 12 gacha qolib ketadi, rentgenolog vrachlarimiz o'shalarni o'qiydi. Chunki butun respublikadan keladi. O'shalarning orasida boshlang'ich bosqich bormi? Endi ko'krak bezi saratoniga gumon bor, hammasini ko'rib, keyin через mana shu internet orqali yuboradi, bu bemorda aniqlanyapti, yana chuqurlashadi tekshiruv hozirda deb. Bu birinchi skrining ko'krak bezi saratoni. Shu tufayli men aytishim kerak, 16-yilda bir yilda 2800-3000 ta bemor aniqlanardi. Ko'krak bezi saratoni bilan. 23-24-yilga kelib 4,5 mingta aniqlandi. 1,5 mingtaga ko'paydi. To есть 50% oshib ketdi ko'krak bezi saratoni. Nima hisobiga? Mana shu skrining hisobiga. Asosan 80% bular boshlang'ich bosqichda aniqlandi. Boshlang'ich bosqichda davolash ham arzon tushadi, ham yengil va bemor endi butunlay tuzalib ketadi. O'shaning uchun skrining katta rol o'ynaydi. Ikkinchi skrining bu mamlakatimizni juda ham katta yutug'i deyman. Pilot rejasida Qoraqalpog'iston va Chirchiq shahrida o'tkazildi. Ayollarda eng ko'p uchraydigan
bachadon bo'yni saratoni butun dunyoda eng ko'p uchraydi. O'shaning uchun pilot tarzida Qoraqalpog'iston va Chirchiqda 2 yil o'tkazildi. Keyinchalik mana hozir butun respublikada shu skrining 22-23 yildan keng tatbiq etilyapti. Bu nimani beradi? Shu bachadon bo'yni saratoni boshlang'ich bosqichda aniqlansa, buni 100% bitta operatsiya bilan davolab olsa bo'ladi. Endi ko'p bemorlar bizada 3-4 bosqichda o'tkazib olib kelishadi, chunki skrining yo'q edi. Bu bitta operatsiya bilan bo'lmaydi, nur berish kerak, kimyoterapiya berish kerak. Shuning uchun natija ham uncha yaxshi bo'lmaydi. Men keyin yana bir narsani aytaman. Mamlakatimizda juda ham katta yutug'i bu qiz bolalarda 19-14 yoshgacha qiz bolalarda VPC odam virus papillomasi bor. Birinchi navbatda endi 90% bachadon bo'yni saratoniga odam virus papillomasi bo'lsa ayolda 90% rak bo'ladi. O'shani qanday oldini olsa bo'ladi? Rivojlangan mamlakatlarda vaksinatsiya qiladi. Vaksinatsiya qilgandan keyin keyinchalik bu yuqmaydi, demak saratondan 90% da mana shu VPC bo'lsa, anaqasi sababi. Bu sababi yo'q qilgandan keyin 90% kamayadi. Bachadon bo'yni saratoni. O'shaning uchun bizda mamlakatimizda 94-98%gacha qiz bolalarda 9 dan 14 yoshgacha VPC'ni vaksinatsiyasi yetkazildi va butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tan oldi. O'zbekistonda 94-98%gacha qizlar qamrab olindi. Bu demak 25-30 yildan keyin bachadon bo'yni saratonini butunlay yo'q qilsa bo'ladi. 90% bo'lmaydi. Bu juda katta yutuq. Bundan tashqari bizlar 18-dan 22-yilgacha Farg'onada me'da saratoni bo'yicha skrining o'tkazdik va yo'g'on ichak saratoni bo'yicha skrining o'tkazdik pilot tarzda. Pilot tarzda degan bitta viloyatda o'tkaziladi, keyinchalik butun respublikaga tarqatsa bo'ladi. Bu juda yaxshi ko'rsatkichlarni berdi. Bunday skrininglar o'tkazilsa, nimaga me'da saratonida, me'dani va yo'g'on ichak. Chunki eng ko'p uchraydigan erkaklarda eng ko'p uchraydigan birinchi, ikkinchi o'rinda me'da saratoni va yo'g'on ichak saratoni hisoblanadi. Ayollarda birinchi, ikkinchi o'rinda ko'krak bezi saratoni va bachadon bo'yni saratoni. O'shaning uchun shundan boshladik. Mana keyingi etap, mana 27-30-yillarga yana qaror qabul qilindi. Keyingi etapda buni yana chuqurlashtirilgan skrining olib borilsa, endi darrov emas, 5 yil, 10 yilda ko'rsatkichlar oldin kasallanish ko'payadi. 5 yil, 8 yil mobaynida ko'payadi. Chunki aniqlanish shunaqa bo'ladi va skrining hisobiga boshlang'ich. Keyin 8 yil, 10 yildan keyin sekin-sekin bu ko'rsatkichlar, kasallanishlar keyin pastga tusha boshlaydi. Onkologiyada shunaqa qonunlar bor. Darrov albatta bu xastalikni yutib bo'lmaydi albatta. Rahmat Mirzog'olib Nigmatovich, shu qilinayotgan yangiliklar, onkologiyaga qo'shilgan davlatimiz, xususan hurmatli prezidentimiz tomonidan qilinayotgan hissalari, bemorlarimiz davosini topish uchun aytib bergan ma'lumotlaringiz juda qiziq bo'ldi. O'zim ham juda ko'p ma'lumot bilmagan ekanman. Shu borada aytib o'tgan narsalaringiz ichidan savollarim paydo bo'ldi. Ko'p mana bu respublika onkologiya topshirilgandan keyin, mana Garatskoy yopildi, respublika onkologiya ochilgandan keyin ijtimoiy tarmoqlarda masalan rahbariyatda endi chet ellik mutaxassislar bilan birgalikda shu markazda davolanish olib borilyapti. Ijtimoiy tarmoqda shu rasvosi chiqib qoldi, очередьlarni qaranglar degan propagandalar bo'ldi. Bu qanchalik rost va u masalan shunaqami? Men xabarim bor, lekin
aytishim kerak, bu qaror juda ham to'g'ri bo'lgan. 21-yilda davlat rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bizni onkologiya eski binoyimizga kelganlar va butun respublika bo'yicha совещание o'tkazganlar. Hamma tibbiyot sohasi rahbarlari, onkologlar orasida. Endi bilasizlar, bu juda ham katta komanda ishlagan. Bizni markazga kelgandan keyin yangi onkologiya markazi barpo etamiz. Markaziy Osiyoda eng katta bino takliflar berildi deganlar. Komanda ishlagan va taklif berilgan. Mana yangi Toshkent territoriyasida qurilgan yangi onkologiya markazi 650 o'rinli. Undan tashqari 100 ta kunduzgi statsionar bor. O'shanda yetakchi mutaxassislar bilan bu bir kunda hal qilinmagan, o'ylab ancha tashlashib, bir-birimizdan har xil takliflarni eshitib, keyin birlashtirish, buni takomillashtirish deyiladi, optimizatsiya. To'g'ri qaror bo'lgan. Bitta markazda bo'lsa, hamma bemorlar bir xilda davolanadi, davolanadi. Taktika bir xil bo'ladi. Natijasi yaxshi bo'ladi. Sentralizovanniy bo'lganda, bitta joyda bo'lganda. Mana shahar onkologiyasi 245 o'rinli, viloyat onkologiyasi 250 o'rinli, ular birlashdi va bizani onkologiya markazi 370 o'rinlik edi. 200 ta o'rin ko'p bo'lganda 200 ta koyka o'rin ko'p, lekin bu yerda 650 bo'lganman ham dnevnoy statsionar 100 koyka kunduzgi statsionar kimyoterapiyaga bemorlar keladi, nur terapiyaga keladi. Bizada har bitta viloyatdan bemorlar yotib davolanadi. Bu noto'g'ri. Chet ellarda keladi, kimyoterapiya yoki nurni oladi, o'sha kuni o'yga ketadi. Shuning uchun 100 ta kunduzgi statsionar tashkil qilingan. Hozir shunday ishlanyapti. Toshkent viloyatini ham qo'shganda bunaqa joy yetmadi, unda to'g'ri tashkil qilish kerak. To'g'ri tashkil qilinsa, hamma bemorlarni o'sha onkologiya markazida davolasa bo'ladi. Buni rashyotlar qilingan, yetakchi mutaxassislar bo'ladi. Statistika bo'yicha metodistlar hammasini ham o'ylab shunday taklif berilgan. Men aytishim kerak, endi buni biza mutaxassislar, onkologlar, tibbiyot xodimlari o'ylangan. Prezident apparati xodimlari o'tdi, ham tibbiyot tushunadigan juda ham yetakchi mutaxassislar bor. Meni fikrimcha bu juda to'g'ri bo'lgan. Keyinchalik Toshkent viloyati ham qo'shganda yetadi. Faqat to'g'ri tashkil qilish kerak. Hozir yangi onkologiya markazini. Bunday markazlarda men o'zim juda ko'p mamlakatlarda bo'lganman. Butun Yevropa, Amerikada ham, Afrikada ham, Osiyolarda shunday markazlarda bir yilda siz ishonmaysiz, 1 million 200 mingta bemorni konsultatsiya qilishadi. Konsultatsiya. Undan tashqari davolashda ham masalan 150-200 mingta bemorlarni davolasa bo'ladi. Buni yaxshi, chiroyli tashkil qilish kerak. Tushunadigan menejerlar, marketologlar bo'lish kerak va juda ham chiroyli buni chet ellardagi shunaqa sistemaga keltirsa bo'ladi. Shu bo'yicha endi ishlashyapti, endi xudo xolisa yaxshi bo'ladi. Lekin meni fikrimcha bu qaror juda to'g'ri bo'lgan. Davolanish har bir mana viloyatda tizimda ular masalan mammograf haqida ham gapirib o'tdingiz. O'sha mammografiya tushgandan keyin buni natijasini Toshkentdagi doktorlar bilan maslahatlashgan holda xulosa chiqarishadimi? Yo'q. Endi bu sistema endi viloyatlarda ham juda ham yaxshi mutaxassislar bor. Renginologlar, mammologlar. Bemor rentgen qilgandan keyin shubha qilgan, masalan bir kunda 100 ta sog' odamni ko'rishadi, sog' ayollarni ko'rishadi. O'shandan bitta, ikkita, uchtasi gumon bo'ladi. Ko'rishadi, bir xil fuqaroga srazu da bitta saraton bor yoki gumon bo'ldi deydi. Gumon bo'lganlarni Toshkentga yuborishadi. Gumonlarni. Eng qiyini da bitta onkologik kasal bormi, yo'qmi? Buni gumon deymiz. Buni o'zini 5 ta bosqichi bo'ladi. O'sha bosqichga qarab
Toshkentga borib bitta vrachlar yana ko'radi, bitta vrach emas, bir nechta vrach o'tiradi rentgenologlar. Va bitta gumon bor, bitta biopsiya olish kerak, yoki yana chuqurlashtirgan tekshiruv qilish kerak, magnit MSKT tekshiruv qilish kerak, shularni tavsiya berishadi. Lekin butun respublikadan har bitta bemor emas, sog' skrining o'tgan sog' ayolni va orasi gumon bo'lganlarni ham mana shu rentgen snimkalari raqamli ravishda bizni markazga keladi. U Rizing markazi deyiladi. Qurbi yetadi, hamma yetarli raqamli jihozlar o'rnatilgan va anaqa telefon, 4 raqamli telefonlar ulangan butun respublikadan savollar bilan ham bemorlar murojaat qilsa bo'ladi. Agar shu xabaringiz bo'lsa, shu statistika haqida bir ulashsangiz, hozirgi kunda nechta kasallangan odam soni, masalan, shu kasallik bilan aniqlangan yoki davolanyapti? Biza ko'rsataman. 2018-yildan boshlab har yili bunda kitob chiqadi o'zi. Состояние онкологической помощи населению Республики O'zbekiston. Har yili. Juda ham kuchli mutaxassislar statistika bo'limida ishlaydi. Sentr spetsialniy markaz, bizani markazda markaz qilganmiz, bir nechta yetakchi mutaxassislar. Butun respublikadan kelgan har bitta ko'rsatkichi mana raqamlari ko'ryapsizlarmi? Hammasi tablitsa, raqamlar. Mana shuncha raqamlar. Har yili chiqadi o'zi. 18-yildan boshlab bitta bizani O'zbekiston emas, Rossiya, Ukraina, Belorussiya, chet eldan kelgan olimlarga ham biza qo'liga beramiz. Buni hech anaqa sekreti yo'q, ochiq oydin. Ommaviy, demak, ommaviy ko'rsa bo'ladi. Nima demoqchiman? Endi qancha bemor uchetda raqam olingan. Masalan, biza reviziya qilganmiz 16-17-yilda. 18-yili 1-yanvariga mamlakatimizda 95 mingta onkologik bemor hisobda turardi. Respublika bo'yicha 95 mingta. 24-yilda 126 mingta. Mana shu 10 yil ichida 30 mingtaga ko'paygan. Bu yaxshiroq aniqlashni o'rganganimiz uchunmi? Ya'ni o'sha texnologiya rivojlandi, skrining degan narsalar qo'shilgani uchunmi yo tibbiyot rivojlangan kelyapti. Xususiy mana poliklinikalar, xususiy tibbiyot muassasalari ko'p. Poliklinikalarda tashxislash jihozlari 10 yil ichida masalan 14-15-yilga qaraganda 10 barobar emas, 30-40 barobar ko'p jihozlar kirib keldi. Har bitta klinikada yetarli jihozlar xarid qilib olinyapti va bemorlarga tashxis qo'yilyapti. Demak, bunda lekin bu ko'p emas. Bundan ham ko'p bo'lishi kerak. Endi расчетные данные deyiladi, men aytdim-ku. Na точку населенияmi? Masalan 38 bizada respublika bo'yicha kasallanish 100 ming aholiga 74 ta. Bu kam. Chet ellarda 250-300. Toshkentda 213. Men sizlarga aytdim. Bu sekin-sekin ko'payadi. Bundan qo'rqish kerak emas, chunki tashxis qo'yadigan jihozlar juda ko'p kirib kelgan va onkologiya juda ko'p ommaviy axborot vositalari ham juda ko'p ish olib borishyapti. Shu hisobiga anaqa aholi ham ko'proq o'ziga ahamiyat beradigan bo'ldi, tekshiruvlardan o'tyapti. Lekin hali 5 yil, 10 yildan keyin bundan ham ko'p o'ziga ahamiyat berib, men yana bir bor aytaman, har bitta fuqaro 1 yilda bir marta albatta tibbiy tekshiruvdan o'tishi kerak. O'shanda bitta onkologik emas, boshqa kasalliklar ham, mana qandli diabet, arterial davleniya kasal, ularni ham boshlang'ich bosqichda aniqlasa, dori ichsa masalan davleniyadan, keyinchalik insult bo'lmaydi, keyinchalik davleniya oshishini oldini oladigan dorilar bor. 10 ta fuqarodan so'rang, oxirgi marta qachon davleniya o'lchagansiz? Esimda yo'q. Da, qo'shilaman. Mana bu hammasi tibbiy ko'rik deyiladi. O'shaning uchun agar ko'paysa qo'rqish kerak emas. Hozirgi yana 8 yil, 10 yil ichida masalan onkologiya sohasida ko'rsatkichlar kasallanish ham ko'payib boradi.
keyin sekin tusha boshlaydi. 2025-2026da taxmin 150 ming desak adashgan bo'lmaymanmi? Nima Odam soni 2018dagi raqamlarda aytdingiz 132 ming dedingiz adashmasam. Ya'ni hozirgi kunlarda 2025-yilda olsak odam soni, kasallangan soni nechta taxmin? man endi kasallangan qancha demayman, man hisobda bizda Hisobda turgan, bizani uchetda turgan, davolanayotganlar. markazda hisobga olingan bemorlar mana 24-yilda 126 mingta 24-yil. 126 mingta bemor hisobda turgan. Butun respublika bo'yicha. Ha. Lekin aytish kerak 126 mingta kam. Kamida 250 ming, 300 mingta bo'lishi kerak. Ular hali aniqlanmagan, hisobga olinmagan. Tushuntira oladimmi? Bu endi расчетный данные. Расчетный deyiladi. Butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotida расчетный данные ularda hisob kitob bo'ladi. Bu hali yanada tibbiyot rivojlangandan keyin ular ham hisobga olinadi. Aytdimku 8 yil, 10 yilda hali yana kasallanish ko'payadi. Aniqlangan hisobiga. Endi davolanish haqida so'ramoqchi edim. Masalan, Toshkent bilan filialda aytsak, har bitta tumanda o'zini filiallari bor. Davolanish tizimida bironta farqi bormi yoki bir xil? Masalan, kimyo qo'yishda, keyin diagnozni aniqlashtirishda shu masalada aytib o'tsangiz. Men aytishim kerak, yana bir bor qaytaraman, 18-yilda men olib kelganman, standartlar ishlab chiqqanmiz chet ellik mutaxassislar bilan. Butun respublikadagi onkologiya muassasalari hammasi bitta standartlar bo'yicha davolaydi. Ko'krak bezi saratonimi, me'da saratonimi, o'pka saratonimi bosqichiga qarab bir xil standartlar ishlab chiqilgan. Endi viloyatlarda yomon ishlashmayapti. Onkologlar men bilishimcha shu standartlarga rioya qilinishyapti. Lekin nima deyishim mumkin? Kasallanish ko'rsatkichi bo'yicha har bitta viloyatda har xil raqamlar. Onkologik bemorlar bo'yicha masalan o'limi, onkologik bemorlar orasida vafot etishda nobud bo'lishi ko'rsatkichi. Masalan, Toshkentda mana shu bemorlar nobud bo'lishi eng yuqori. Men aytdim, kasallanish ham eng yuqori, 213 ta. 100 ming aholiga. Nobud bo'lishi ham yuqori, 63 ta. Viloyatlarda 16, 30, 40, 42 balonmas. Demak, haligacha endi o'tda Toshkent darajasiga viloyatlarda yetgan deya olmayman. Lekin yetarli darajada mana shu standartlar berilgan, davolash uchun bemorlar nur jihozlari yetarli darajada, brakiterapiya, distinsionniy nur apparati deyiladi, ular ham hamma viloyatga, dorilar ham yetarli. No endi men aytishim kerakki, Toshkentda ham biz maqtana olmaymiz. Masalan, o'lim ko'rsatkichi 100 ming aholiga 63 ta bo'lsa, bu yuqori emas. Yuqori emas Toshkentda. Respublikada 38 ta. Respublika juda past. Demak, hali aniqlanmayapti. Boshqa tashxis bilan ketyapti bu bemorlar. Infarkt qo'yishadi. Yazva желудка qo'yishi mumkin. O'ta rakdir. Bular hali aniqlanmayapti. Nimaga aytyapman? Masalan, o'lim ko'rsatkichi bo'yicha masalan Rossiyada 200 ga yaqin. Yanglishmasam 196, 198, 100 ming aholiga. Bizani respublikaga qaraganda 5-6 marta ko'p. Bu yomonmi, yaxshi? Bular diagnostika qo'yilgan. Germaniyada 300 dan balon. 100 ming aholiga 300 tadan ko'pi onkologik kasaldan nobud bo'ladi, vafot etadi. O'ta statistikalar qo'yilgan. Masalan, Buyuk Britaniyada u yerda 250 dan balon. Shunga o'xshagan endi bizda hali past. Men yana bir bor aytaman, kelajak 8-10 yilda bu ko'rsatkich ham ko'payadi. Lekin viloyatlarda tan olish kerak,
xudo xohlasa mana 27-30 yillarga qaror chiqdi. Bundan ham yana jihozlar xarid qilinsa, tashxis qo'yishga, davolashga bundan ham endi ko'rsatkichlar dunyo miqyosiga yetib qolar. Xudo xohlasa. Yana savolim shu davolanishda bizada ham yurtimizda juda ko'p mana shu onkologiya davolanishda rivojlanishlar bo'ldi. Yangi texnologiya olib keltirildi. Davolanish uslublari 10 yil ichida siz aytgandek 10 yil bilan farq qilganda ancha o'zgardi, yaxshilandi. Lekin hozirgi kunda hisob, masalan, statistikalarda ko'rganim, xabarim boricha, bemorlar chet ellarga davolanishga borishyapti anchagina chiqishyapti davolanish uchun. U nimaga bo'lishi mumkin? O'zimizda qolib davolanishmayapti. Endi bu yerda men aytishim kerakki, yana bir bor aytaman. Hozirgi chet elga davolanishga chiqib ketayotgan bemorlar bilan 10 yil oldin chet elga chiqib ketayotgan bemorlar orasida juda ham katta farq. Raqam ko'rsatkichlar pastga. 16-17 yillarda men bilaman, samolyot liq to'la bemorlar, Hindiston, Turkiya va boshqa mamlakatlarga ketishardi. Chunki men yana bir bor qaytaraman. Nur uchun apparatlar yo'q edi, 5 tagina edi apparat. Kimyo dorilar, bu yerda indiyskiy dorilarni sotib olish, indiyskiy ham yaxshi-ku, lekin dorilar kam bo'lgandan keyin u yoqqa boradi, u yoqda bundan ham yaxshisini olaman dedi. U paytda shu dori-darmon, tashxis qo'yishga jihozlar yetmasligi uchun immunogistokimik tekshiruvlar endi aytmoqchi edim, immunogistokimik. Nur terapiyalari navbat 6 oy, 8 oyga navbat turish kerak. O'shanga juda ko'p bemorlar ketarchi. Hozirgi ketayotganlar, men aytaman, farqi juda katta dedimku. Hozirgi ketayotganlar xalqimizni boy qatlami ketyapti, ochig'ini aytaman. Shuni inobatga olish kerak. Doim videoga olinglar, o'sha davolanishga ketayotganda Hindistonga ham, Turkiyaga ham o'ziga to'q, bu yerda davolanamanmi, pulim bor-ku deb o'sha Turkiya, Germaniya, Janubiy Koreyaga borishadi. O'sha davolash endi mablag'i yetarli. Endi bu o'zbekchilik. Ularni o'zi haqqi bor, qatta davolash. Lekin yana bir bor qaytaraman, 10 yil oldin ketyapti. Noiloj ketishardi. Puli bo'lmasa ham men bilaman, o'yini sotib, mashinasi bor boyligini sotib, davolanish, tuzalib ketdi deb ketardi. Hozir unaqalar yo'q. O'zida davolanishyapti, chunki davolanish uchun meni fikrimcha juda ham yaxshi sharoitlar yaratilgan, dori-darmon, nur hammasi yetarli darajada mamlakatimizda bor desam bo'ladi. Rahmat. Navbatdagi savolim, bugun O'zbekiston onkologiyasiga eng ko'p nima yetishmaydi? Mablag', kadrlar yoki texnologiyalarmi? Texnologiyalar haqida siz aytib o'tdingiz, juda katta olib kelish, rivojlanish bo'ldi. Aytishim mumkin. Nima deyishim mumkin? Mablag'chi денег никогда много не бывает deyishadi. Hech qachon mablag' voy ko'p deyilmaydi. Bundan ham ko'p mablag' kerak. Qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi tibbiyotga. Shuncha jihozlar olinadi davolash uchun, tashxis qo'yish uchun. Albatta mablag' qancha tikilsa, shuncha yaxshilanadi. Kadrlar masalasi. Endi kadrlar umuman yomon emas onkologiya. Faqat ularni malakasini oshirish kerak. Unga ham masalan chet elda men aytaman juda ko'p bo'lganman. Har 2 yilda bir marta bir oyga chet elga chiqib kelish kerak vrachlar. Ular vrachlar o'zini hisobiga borishadi. Bir oy tanlaydida Amerikaga, Yevropa mamlakatlariga rivojlanganlarga mana shu sohani o'rganib kelaman deb. Agar borib kelmasa o'zini ustida ishlamabdi deydi. Bu так негласно принято, nima desam, shunday talab qo'yilganmi? Chet elda shunaqa rivojlangan mamlakat. Men aytishim kerakki, prezident qarori bilan mana shu 18-yildan 23-yilgacha 300 dan ziyod, buni tan olish kerak. 300 dan ziyod onkologlar chet elda 1 oydan 3 oygacha, ikkitasi 6 oygacha. Bitta vrachimiz 1 yilgacha chet ellarda malaka oshirib kelishdi.
shu 18 dan 23gacha 4 yil 5 yil ichida 300 tadan ko'p 300 tadan ko'p hammasini yo'l kirasini yashash sharoitlarini komandirovочныйlarni hukumat to'lab berdi. Bu prezident qarori bilan mablag' fonddan ajratildida shuncha onkologlar borib keldi. Keyinchalik ham borish kerak. Bu borib kelgani chet ellarda malakasini oshirib kelgani juda ham katta yutuq bo'ldi. Baribir ham o'sha Turkiyaga boradimi, Janubiy Koreyaga boradimi, Fransiyaga borishdi, Polsha, Chexiyaga, Rossiya, Belorussiyalarda o'qib kelishdi. Bir hafta, 2 hafta emas, bir oydan asosan. Bir xil vrachlar 3 oygacha bordi. Leningrad, Moskva, Amerika Qo'shma Shtatlariga ham bir nechta xodimimiz bor. O'tdi, bir oy bo'lgani juda ham katta pog'onaga oshgan hisoblanadi va shu o'tni ko'rgan narsasini biz ham O'zbekistonga ham tatbiq etadi. Shuni albatta keyinchalik ham yo'lga qo'yish kerak. Endi vrachlar o'z hisobiga borib malaka oshirib kelishga har bitta vrachga imkoni bo'lmaydi. Baribir muoyanasi ko'p emas. Bu mashina yana fondlardan ajratib onkologlar chet elga malaka oshirishga boradigan bo'lsa, bu juda katta yutuq bo'ladi. O'shada ko'rganini bu yerda tatbiq etadi. Yana savolingiz bo'lsa javob berishga harakat qiling. Balki to'liq yetmagan bo'lsa yana qanaqa savol? Kadrlar dedingiz. Kadrlar va 3-chi kadrlarda aytib o'tdingiz-da, keyingisi texnologiyalar bo'yicha. Texnologiyalar to'g'risida aytishim kerak. Men aytdim 5 tagina nur apparati bo'lsa 22-yilga kelib 27 ta bo'ldi. Undan keyin yana prezident qarori qabul qilindi. Men aytishim kerak, 5 ta prezident qarori qabul qilindi. O'sha prezident qarori bo'yicha Islom taraqqiyot bankidan 22-yilda bu qaror chiqdi, hukumat o'zi qo'l qo'ydi. Islom taraqqiyot bankidan yana 80 million dollarlik jihozlar xarid qilindi. Bu jihozlar butun mamlakatimizga bemorlarni davolash uchun, tashxis qo'yish uchun xarid qilingan eng zamonaviy jihozlar. Qanday? Masalan, birinchi etapda xarid qilingandan tashqari 3 ta chiziqli tezlatgich olindi. Lineyni ускоритель. Bu juda ham qimmat. 26 ta laparoskopik jarrohlik uskuna olindi. Eng yaxshi Karl Storz kompaniyasidan. Har bitta viloyatga rentgen diagnostik apparati diagnostika uchun. Keyin rentgen terapiya uchun umuman respublikada yo'q edi. 2 tagina bor edi apparat. Va 12 ta rentgen terapiya uchun apparatlar olindi. 7 ta magnit rezonans tomograf apparati olindi. 6 ta magnit MSKT apparati olindi va har viloyatga bular o'rnatildi. Bu juda ham katta yutuq bo'ldi. Bular mana shu 24-25-yillargacha o'rnatildi. Bu bitta pog'ona bo'lib, mana shu mamlakatimizning onkologiya rivojlanishi juda ham katta dalda bo'ldi. Mana 27-30-yillarga yana qaror chiqdi. Yanada ham rivojlanish ko'zda tutilgan. Men juda xursand bo'ldim. Masalan, har viloyatga men aytdim terabalt apparati nur bilan davolash uchun o'rnatilgan. Oldin yo'q edi 10 yil oldin. Lekin har bitta viloyatda bor. Lekin har bitta viloyatga chiziqli tezlatgich xarid qilib o'zadi işte. Bu juda ham katta yutuq bo'ladi. Endi bu juda qimmat jihoz, juda ham qimmat. Millionlab turadi, million dollarlar. Har bitta viloyatga qo'yilsa, bu robot. Masalan, terabaltda 15-20 minut bemorga davolash jarayoni davom etsa, nur terapiyasi. Chiziqli tezlatgichda 2-4 minut, 10 minutga bormaydi. Ham robot bu. Robot. Bu raqamlashtirish bo'yicha o'zi hisob kitob qiladi, keyin kollimator deymiz-a, bitta nuqtaga masalan terabaltdan 6 ta 8 ta joydan nuqtadan nur berilsa, u yerda 28 ta 30 ta nuqtadan beradi. Faqat o'sha o'smaga
nur beradigan Bu imkoni bo'ladi. точечный bo'lyapti. Точечный bo'ladi. Faqat O'shaning uchun bu o'ziga. robot deyiladi. O'zi avtomatik ravishda endi raqamlashtirilganda hisoblaydida va bemor tez ko'p birpasda davolab olib chiqib ketaveradi. Bemorlarni ko'p davolasa bo'ladi. Har viloyatga bunday chiziqli tezlatgich olinsa juda ham katta yutuq bo'ladi va undan tashqari boshqa jihozlar ham xarid qilishsa kerak. Masalan, magnit rezonans tomografi atigi 7 ta olingan. Har bitta viloyatda kamida onkologik muassasada bitta ikkitadan bo'lish kerak. Bitta ikkitadan deyapman, bitta kam. 7 ta olingan 15 ta filialga. Demak, hali yana 8 ta MRT kamida olish kerak. Iloji bo'lsa boshqa MRTsi bor muassasalarga ham yana bittadan olib berish kerak. Menda navbatdagi savolim shu onkologiya sohasida biz Hindiston va Turkiyadan qaysi jihatlarda ortda qolmoqdamiz yoki farqlarimiz bor? Men eshitganman, masalan, Hindistonda o'zi bir nechta onkologiya yo'nalishidagi shifokorlar bo'lar ekan-ku, jarroh, kimyo nur terapiya qiladigan radiatsion shifokor, keyin terapevt va hokazo. Hindistonda yoki shu Turkiya shifokorlari, ayniqsa men Hindiston haqida eshitganman, ular jam bo'lib, masalan, agar shifokor oldiga kelsa, bemor xirurg oldiga, ne onkologga. Onkologga yuboradi, onkolog xirurgga. Ular keyin onkolog xirurg bunga birinchi ximioterapiya, ya'ni jam bo'lib ishlab turib, bemorga qanday lechit qilib borish yo'llarini birgalashib, shuni diagnoz qo'ygandan keyin birgalashib lechini olib borishadi. Bizada qanaqa holat? Bizada ham shunaqami yoki farqlimi? Masalan, xirurgga uchragan, endi men eshitganman, o'zimizda ham xirurgga uchragan odam, olib tashlayman, bo'l qutulasan deydi. Aslida bu onkologiya, keyinchalik bu metastaza berishi mumkin. Uni lecheniyasini oxirgacha olib borish kerak. Posli, masalan, ximioterapiya qilish kerak, nur bo'lgan, eshitgan shunaqa holatlar bizada qanaqa, shu narsa haqida aytib o'tsangiz. Bu juda ham nozik masala, savol. Men nima deyishim mumkin? Men juda ko'p chet ellarda bo'lganman. Menga Germaniyada, Fransiyada bo'lganda standarti diagnostika и лечения онкологических заболеваний, mana shunda qalin ko'rsatma. Maslahat, rekomendatsiyada bizada ham bor, aytdim, respublikamizda bor. Standarti diagnostika и лечения онкологических заболеваний har yili ko'rib chiqib publikovat qilinadi, kitob qilib chiqaziladi. Chet ellarda ham bor. Chet ellarda har bitta muassasa umumiy shifokormi, umumiy jarrohmi unda ham bor. O'sha standartlarda ko'rsatiladi. Qaysi bosqichda qanaqa davolash kerak. Endi bizada afsuski, siz aytibsiz, operatsiya qilish kerak deb, no-onkologik muassasalarda ko'pincha operatsiya qilib yuboradi, keyin onkologga maslahatga ham yuborishmaydi yoki bemor kelmaydi. Yarim yil, 1 yildan keyin ichida siz aytgandek metastaz bo'lib ketadi, tarqalib ketadi. Yoki yanada o'sib chiqadi. Bunday holatlar bor. Men bularni qancha deb ayta olmayman, chunki endi menda bu statistikasi bo'lsa ham noaniq bizada. Lekin bunday holatlar kam emas, meni fikrimcha. Agar mana shu chet eldagi no-onkologik muassasalar shu standartlarga rioya qilganda natija yaxshi bo'lardi. Shuni men aytishim shart. Biz onkologlarga kelganda bosqichiga qarab, oldin kimyoterapiya o'tkazish kerak bo'lsa, operatsiya qilsa bo'ladi. Operatsiya qilsang olib tashlaysan. Keyin kimyoterapiya bersa bo'ladi. Yo'q, lekin standartlar bo'yicha oldin kimyoterapiya o'tkazish kerak. Keyin operatsiya qilish kerak. Nimaga? Chet eldagi olimlar, onkologlar buni o'rganib chiqishgan. 100 ta, 200 ta emas. Ular 3000 ta, 5000 ta, 10 000 ta bemorni o'rganib chiqishadi. Masalan, 5000 ta bemorni operatsiya qiladi, keyin kimyo qiladi. 5000 ta bemorni kimyo qiladi, keyin operatsiya qiladi. Qaysi biri 5 yildan keyin yaxshi ko'rsatkichga ega bo'ldi?
5 yillik umr ko'rishini ko'radida shu tavsiya berishadiki oldin kimyo qilish kerak ekan, kimyoterapiya. Keyin operatsiya qilsa bunda 60-70% bemor 5 yil va undan ko'p umr ko'radi. Operatsiya qilib keyin kimyo qilsa 20-30%. Shuni inobatga olib ular tavsiya beradi. O'shaning uchun biza, men yana bir bor aytaman, ESMO Yevropa onkologlarni assotsiatsiyasi, Amerikada ASCO degan organizatsiya bor. Bu Amerika onkologlarni, klinik onkologlarni assotsiatsiyasi. Ular har yili rekomendatsiya по диагностике, лечению онкологических заболеваний ishlab chiqadi. Biz ular bilan maslahatlashib, yana o'tdi ekspertlarni biz jalb qilamiz. Denish Penthar dedim-ku, Hindistonlik. U ham Amerika ASCO jamiyatini eksperti hisoblanadi. Biz uni jalb qilganmiz. U bilan maslahatlash har yil ko'rib chiqiladi va shu standartlar bo'yicha davolansa, biz onkologiyada keyin o'shanda yaxshi natijaga erishsa bo'ladi. Keyin savol berdingiz, chet elda konsorsium bo'lar ekan, birga maslahatlashishda. Endi bu ilgaridan onkologiyada bor. Hech qachon 30 yil, 40 yil ilgari ham bitta vrach onkolog mana bunday davo operatsiya qilish kerak yoki bu davo qilish kerak haqqi yo'q. Konsilium deyilardi. Hozir multidisiplinarniy podxod. Biza buni 19-20 yildan Covid paytida jalb qildik, kiritdik respublika bo'yicha Covid paytida Zoom qilib har bitta viloyatda ilgari bemorlar konsiliumga yuborishardi. Zoom orqali keyin buni bizning markazda tatbiq etganmiz. Har hafta 2 marotaba viloyat onkologiya filiallari bilan birgalikda Zoom orqali bemorlarni bemorlarni obsujasiya qilamiz. O'rganib chiqiladi. Viloyatli onkologlar mana bunaqa bemor, og'ir bemor qanday davo qilamiz, qanday tashxis, yana maslahat qilib haftada 2 marta, men aytaman, Covid payti 20-yildan beri har yili, har hafta 2 haftada 2 marta shu bemorlarni o'rganib chiqib doklad qilinadi. Yana qanday tashxis qilish kerak, nima jarayonni davolashga qo'shish kerak, keyinchalik qanday taktika, mashalarni bunaqa obsujeniya qilinadi. Bu multidisiplinarniy podxod deyiladi. Haligacha bizda bor, juda ham katta foyda keltiradi. Boyagi standartlar haqida aytib o'tdingiz. Xususiy klinikalar ham shu standartga rioya qiladimi? Davolanishda. Masalan, onkologiya bilan kelib qoldi. Men bir narsa deya olmayman. Endi har bitta muassasada biz endi onkologiya markazi o'zini sayti bor, Telegram bor. O'sha yerga biz qo'yamiz standartlarni. O'sha yerdan o'rganib shu standartlarga rioya qilsa natijalar yaxshi bo'lardi onkologik bemorlarda. Ularda nazorat qilishadimi xususiy klinikalarda? Buni bir narsa deyman. Bu Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan nazorat qilish kerakdir. Buni men bir narsa. Rahmat. Keyingisi savolim, boyagi respublika onkologiyaga xorijlik vrachlar va umuman menejment anaqasiga jalb qilinishi shu zarurmidi? Shu masala bo'yicha aytib o'tsangiz. Zaruriyati borligini men his qildim, lekin siz tushuntirishingiz bo'yicha. Va yanada ham aytmoqchiman, o'zimizda respublikada ham kuchli mutaxassislar ko'p va qolaversa ular xorijga chiqib malakasini oshirib kelishgan. Bu ham juda nozik masala, lekin men aytishim kerak, mana mamlakatimizda bitta tibbiyot emas, boshqa sohalarda ham chet elliklarni jalb qilishyapti. Upravляющий kompaniyalar, mana juda ko'p savdo muassasalariga, energetikaga, umuman yomon bo'lyapti deya olmayman. Tibbiyotga ham jalb qilgani bu menimcha ijobiy keyinchalik natija bersa kerak. Masalan, onkologiya muassasasiga bitta turk mutaxassislarni emas. Men o'zim vazir bilan birga borganda Germaniyada bo'lganmiz, Fransiyada mana hozir onkologiya muassasasi Gustav Russi filiali deb ishlayapti. Shunday
anaqa berilgan rang. Hozir Fransiyani Gustave Roussy degan klinikasi bor. Vazir bilan borganmiz, ancha kelishuvlarga erishganmiz. Fransiyani sog'liqni saqlash vaziri bilan uchrashganmiz 23-24 yillarda. Bu dunyoda top 5 ga kiradi. Dunyoda eng kuchli onkologik muassasalarning 5 tadan biriga kiradi. Gustave Roussy klinikasi. O'sha yerdan mutaxassislar keldi va Respublika onkologiya markazi hozir Gustave Roussy klinikasining filiali bo'ldi. Respublika onkologiya. Respublika onkologiya mana 1-2 oy bo'ldi. Gustave Roussy klinikasining filiali bo'ldi. Ular nazorat qilishadi, tekshiradimi? Yordam beradi, metodik yo'nalish. Mutaxassislar bu juda ham yaxshi meni fikrimcha. Keyin bizning mutaxassislar ham Gustave Roussyga boradi. Juda ham kuchli klinika. Men o'zim o'tib bo'lganman. Juda ham katta klinika, kuchli yetakchi mutaxassislar bor. Nobel laureatlar ham o'sha yerda ishlashadi. Bizning mutaxassislarimiz u yerda malakasini oshirsa, bu yomon bo'lmas. U yerda mutaxassislar kelib maslahat berganda ham yomon bo'lmas meni fikrimcha. Bu endi darrov emas, sekin-sekin, asta-asta 5 yil, 10 yilda endi yaxshi natija bersa kerak deb hisoblayman. Rahmat. Mirzog'olib Nigmatovich, yakuniy savollarga kelib qoldik. Yakunida ikkita savolim bor. O'zbekiston Markaziy Osiyoda onkologiya bo'yicha yetakchi davlatga aylana oladimi? Ishonchim komil. Bitta faqat Respublika onkologiya markazi emas, endi O'rta Osiyo eng katta klinika. Men aytishim kerakki, viloyatdagi onkologiya muassasalari ham bir nechtalar juda ham kuchli muassasalar bor. Mana masalan Samarqand onkologiya markazi filiali, Samarqand juda kuchli mutaxassislar, juda ko'p chet ellardan kelishadi. Asosan bizga chet el deganda Tojikiston, Qozog'istondan kelib keladi. Qirg'izistondan kelishadi, Rossiyadan ham kelishadi. Juda ko'p mamlakatdan kelishadi. Afg'onistondan kelishadi. Masalan, Samarqand juda ham kuchli mutaxassislar. Bular ham hokimiyat yordam berib, endi yaxshi remont rekonstruksiyadan bo'lgan. Bundan ham jihozi Yevropa anaqasiga yetkazilsa, darajasiga Yevropada o'tam dunyo miqyosida raqobatdosh bo'la oladi. Boshqa filiali mana Buxoro olayni, u yerda ham mutaxassislar kuchli, klinikasi juda ham yaxshi, ular ham juda ham yuqori pog'onaga ko'tarilib, mana shu 5-10 yilda dunyo bo'yicha raqobatdosh bo'lishga imkoni bor. Bitta bizning katta onkologiya bu gap bo'lishi mumkin emas. Hozir o'zida yaxshi tashkillashtirilsa, dunyo bo'yicha raqobatdosh onkologik muassasa so'zi bo'ladi. Chunki kadrlari ham, jihozlari ham yetarli darajada, dori-darmonlarda faqat yaxshi tashkil qilinsa, dunyo miqyosida raqobatdosh klinika aylanadi. Rahmat. Va so'nggi yakuniy savolim, 10 yildan keyin O'zbekiston onkologiyasini qanday ko'rish istar edingiz? O'zingiz, masalan, fikringiz. Meni fikrim shu, Markaziy Osiyoda eng kuchli onkologiya muassasalaridan biriga aylanadi, xudo xolasa. Hozir ham juda ham bizni o'zbekistonlik onkologlar yuqori pog'onada turadi. Buni qo'shnilarimiz ham tan olishadi. Juda ko'p bemorlar qo'shni mamlakatlardan keladi. Xudo xolasa 10 yildan keyin faqat SNG mamlakatlari emas, mana Afg'oniston, Bangladesh, boshqa chet ellardan ham bizning mamlakatimizga davolanish uchun bemorlar keyinchalik o'z xohishi bilan davolanishga keladigan bemorlar ham ko'paysa kerak. Chunki endi yuqori darajaga ko'tarilganda reklama aytmoqmanki, bu tashkilotchilarga juda katta bog'liq. Reklama qilib rivojlanish, xudo xolasa, bunaqa shu jarayonda ketganda 5-10 yillarda dunyoda tan olinsa kerak onkologiya. Hozirda o'zida sezilarli darajada bilinyapti. Qirg'iziston, Tojikistondan bemorlar kelishyapti davolanishga. Bu уже
qanaqadir bir o'ziga yarasha progress bo'lyapti. Bu to'g'risida ham raqamlarni keltirishim mumkin. 15-16 yilda chet eldan 200-250 ta 300 ta bemor kelmas edi. Mana 23-24-yilga kelib bizaga 1200 ta 1300 ta bemor davolanishga kelyapti. Bu 10 yilga qaraganda necha bu- barobar oshgan. bu oylik yoki yillik Yillik. Bir yilda ko'rsatkich. mana 14, 15, 16-yili 200-250 ta 300 ta bemorga bormas edi. Mana 23-24larda 1200-1300 ga yaqin bemor davolanib ketyapti. Bu raqamlar ham sekin-sekin Bu faqat o'sadi. onkologiya yo'nalishida. Faqat onkologiya. Bizani faqat onkologiya markazida. Masalan, Samarqand onkologiya filialimizda ham juda ko'p bemorlar. U yerda ham 800 ta, 1000 tacha bemor chet eldan kelib davolanishadi. 10 yil oldin bunaqa yo'q edi. Kelishyapti. Bu katta yutuq deb hisoblayman. Bir necha barobar oshgan. Bizlarga kelish chet elga. Rahmat Mirzog'olib Nigmatovich ochiq samimiy suhbat uchun. O'ylaymanki bizni tomoshabinlarimizga nafaqat shifokor, balki minglab bemorlar shu fikrlardan o'ziga foydali ma'lumot olishadi deb o'ylaymiz. Va hurmatli tomoshabinlarimizga bitta tilagimiz bor. Agar shunday tashxis qo'yilgan bo'lsa va qo'yilmagan bo'lsa, o'zingizni ehtiyot qiling, vaqtida tekshiriling, chunki vaqtida aniqlangan diagnoz minglab, mana Mirzog'olib Nigmatovich aytgandek, minglab inson hayotini saqlab qoladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi uchrashuvimizda bizni kuzatib boring. Rahmat.